Assalomu alaykum. Yaqinlarimga tabriklarim ijtimoiy loyihasining qadrli tinglovchilari. Nafaqat shodiyona kunlaringizda, balki yaqinlaringiz mehrini his qilishni istagan har qanday oningizda biz siz bilanmiz. Baxtdan ko'zlarni yoshlata oladigan, sog'inchlarni arita oladigan shodiyona elchilarimiz bugun ham yana bir mehribon insonning qalb uylariga g'oyibona tashrif buyuradi. Sizlar bilan doimgidek sevimli boshlovchingiz Zulfizar Qoryog'diyeva. Qani, ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qashqadaryo viloyati Koson tumani Mesit mahallasida yashovchi Muhammedov Yusufjon aka bilan bog'landikmi? Yaxshimisiz akajon, omonmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Ovozingiz negadir eshitilmayapti. Rahmat, yaxshi deyman opa. Har doim sog' salomat bo'ling. Bugun xonadoningizda o'zgacha kunni ajoyib ayyomni nishonlayotgan ekansizlar. Qarshi olgan chiroyli yoshingiz, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin akajon. Rahmat, bor bo'ling. Tanajoningiz sog' va salomati bo'lsin. Yigit boshingiz omon, qadringiz har qachon osmon bo'lib yuring. Go'zal ayyom bahona oz bo'lsa-da sizga shodlik ulashaylik deb yaqinlarimga tabriklarim ijtimoiy loyihasi orqali qo'ng'iroq qilayotgan edik. Boshlovchi singlingiz Zulfizar bo'laman. Bizning loyihamizga sizga atalgan o'ziga xos chiroyli tabrik xatlari, dilizhorlari kelgan ekan. Nima deb o'ylaysiz akajon? Bugungi mehrli maktublarni aynan kim yozgan bo'lishi mumkin? Taxminingiz bormi? Kimdan kutasiz shunaqa surprizlarni? Xolamlar qilardi. Aha, yana taxminingiz bormi? Bugungi mehrli maktublarni sizni sevgingizdan ko'ch olib, bo'lajak yoringiz Mohinaxon yo'llabdilar. Kutilmagan sovg'a bo'ldimi? Ular ham sizni o'zgacha tarzda quvontirishni istagan ekanlar. Mohinaxon aytdilarki, Yusufjon akani juda ham yaxshi ko'raman. Allohimdan qanday yorni duolarimda so'ragan bo'lsam, undan-da ziyoda fazilatlar egasilar. Inshaalloh yorug' kunlarimiz hali oldinda. Baxtli, go'zal kelajagimiz bo'lishiga ishonaman, chunki ular vafodor, sodiq va mard insonlar. Alloh rozi bo'lsin. Birgalikda qurayotgan oilamiz go'zal bo'lishiga umid qilaman va ishonaman. Meni baxtimga hamisha omon bo'lsinlar. Sevgilari, muhabbatlari uchun rahmat dedilar. Negadir sizning ovozingiz eshitilmay qolyapti. Yo'q, eshittirman, gapiring. Bugungi chiroyli ayyom bahona Mohinaxon sizni o'zingizga ayta olmagan dilizhorlarini yozib yuboribdilar maktublariga. Shularni o'qib eshittirsak maylimi? Rahmat. Assalomu alaykum. Qalbimning egasi, muhabbatimning egasi bo'lgan sevar yorim. Bugun sizning tavallud ayyomingiz. Nafaqat siz uchun, balki men uchun ham eng quvonchli kunlardan biri. Yuragimda sizga atalgan iliq so'zlarni jamlashga harakat qilyapman, lekin ularning hech biri sizga bo'lgan tuyg'ularimni to'liq ifoda qila olmaydigandek. Bu dunyoda men uchun eng qadrli insonlarimdan biri bu sizsiz. Har kuni, har lahza yuragim faqat siz bilan band. Bugun siz tug'ilgan kuningizni nishonlayotgan bo'lsangiz, men butun qalbim bilan yoningizdaman. Eng go'zal duolarim siz uchun. Siz mening hayotimning eng yorqin yulduzisiz. Qalbimning eng nozik ohangisiz. Mening dunyoyimni o'z nuringiz bilan yoritgan, mehringiz bilan qalbimni istadigan, mardlik va samimiyat bilan menga kuch bag'ishlaydigan yagona insonsiz. Bilasizmi? Siz bilan o'tgan har bir lahza men uchun baxt. Siz bilan birga orzu qilish, kelajakni tasavvur qilish, qo'lni qo'lga berib oldinga intilish bu eng go'zal tuyg'u. Men ishonaman, kelajagimiz yorug' va baxtga to'la bo'ladi. Chunki bizning sevgimiz sof, samimiy va bardavom. Sizga bugun eng go'zal tilaklarni yo'llayman.
Har doim shunday mehribon, ezgu niyatli inson bo'lib qoling. Tanajoningiz sog' va salomat bo'lsin. Orzularingiz ushalib, niyatlaringiz amalga oshsin. Men esa doim yoningizda bo'lib, sizga suyanch bo'lishni, mehrim va muhabbatim bilan sizni baxtli qilishni istayman. Yaxshi ham borsiz, qalbimning egasi. Men sizni butun borlig'im bilan yaxshi ko'raman. Sevgingiz ko'zimga nur. Sizlar hayotim huzur, boringizga ming shukr. Men siz bilan baxtliman. Siz baxtimsiz habibim, dardlarimga tabibim, siz eng shirin nasibim. Men siz bilan baxtliman. Doim har nega tayyor. Shukr, sizdek yorim bor. Aytaman takror, men siz bilan baxtliman deb chiroyli tabrik xatlarini yakunlabdilar. Rahmat, shuni aytsangiz, o'zi aytdimi ekan shu gaplarni? O'zgacha tarzda surpriz bo'lsin debdilarda. Sizni muhabbatingiz sabab ularning qalblari mehrga to'lib toshibdi va qalblaridagi so'zlarni boricha aytishga, ko'zlaringizga boqib, dil so'zlarini bayon qilishga jur'atlari yetmay shu tabrik xatlarini yozibdilar o'zlari mehr bilan. Kayfiyatlar biroz bo'lsa-da ko'tarildimi? Xursand bo'ldingizmi? Har doim quvonib yuring. Albatta, ayol kishi uchun sevgan insonning borligi, suyanadigan tog'ining borligi eng katta baxt aslida. Ilohim, kelgusidagi birgalikdagi qadamlaringiz, oilaviy munosabatlaringiz gullab yashnasin, sevgingiz, muhabbatingizga ko'z tegmasin. Bugun sizda ham imkoniyati bor, yoringizga aytmoqchi bo'lgan so'zlaringiz bo'lsa, yaqinlarga salomlar bo'lsa, siz ham yo'llashingiz mumkin. Marhamat. Rahmat deb qo'ying, bo'ldi, boshqa gapim yo'q. O'zlariga aytib turasizmi dil-izhorlaringizni? Ha, sizga aytaman. Unda suhbatimizdan so'ng o'zlari bilan yana suhbatlaringizni davom ettirib qolasizlar deb umid qilamiz. O'zingizni ehtiyot qiling, ayyomlarni a'lo kayfiyatlarda o'tkazib oling. Gapirib bersammi sevgim qanday boshlangan, uni deb aytsin ko'zlarim. To'du yoshlangan, bildim shunda sevgi sirin. Ko'p sirin o'ziga barchasi kegin, shundoq tashlangan. Kel dardingni bo'lishgim, qaytadan tanishgim, sevgilingman sevgilim. Oh, kel dardingni bo'lishgim, qaytadan tanishgim, sevgilingman sevgilim. Bizni sevgimiz boshqacha, bilib qo'ysinlar, sevishaylik 100 yoshgacha. Kuyib bo'lsinlar, kerakmas mol-u dunyosi, qursin dunyosi. Sevdim uni tovonimdan boshgacha. Bizni sevgimiz boshqacha, Oh, bilib qo'ysinlar, sevishaylik 100 yoshgacha. kuyib bo'lsinlar, kerakmas mol-u dunyosi, qursin dunyosi. Sevdim uni tovonimdan boshgacha. Yonidan ketkim kelmaydi, rashkim